Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Nurbek Usta Uz kanalining qadrli obunachilari. Ko'rib turibsizlar, Nurbek Usta akamiz yana bitta Fayzli xonadonga chiroyli qilib, shumkali qilib naves qilib beribdi. Hozir usta akamizdan to'liq ma'lumot olamiz. Agarda sizga shunaqangi naves, uzumtok, kazirok, darvoza, kacheli, temir so'ri xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Nurbek Usta akamiz chiroyli qilib yasab, kerak bo'lsa dastavka qilib, ustanovka ham qilib beraveradi. Assalomu alaykum usta aka. Tuzumsiz? Xudo xolasa obyektdan zo'r chiqibdi. Xudo xolasa topshirdik aka, kecha bitkazdik, topshirdik, kecha yakunladik. Ha. Bu nima navesimiz? Shumkali variant deyiladi usta aka? Ha, bu navesimiz shumkali 3 sloyli naves deyiladi aka. Ha. Nechiga nechi bu razmeri? Bu navesimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 17 metr, eniga 10 metr bo'ldi. Ha. Nimaga endi buni imini shumkali deyapmiz? Sababi? Shumkali asosan issiqni o'tkazdirmaslik uchun. Keyin yomg'ir ovozi eshitilmaydi aka bunda. 90% yomg'ir ovozi eshitilmaydi. Ha. Issiq ham aka 90% o'tkazdirmaydi. Sinovdan o'tdi aka. Sinovdan o'tgan, xo'sh. Chunki bu yerda DVP uni undan keyin falga, qalin falga, undan keyin o'sha 04 tunuka yopiladi. Tunukalar ham eng qalinidan yopiladi aka. 3 ikkali 3, 2 steni yopilmaydi. 04 eng qalini yopiladi. Aha. Gap yo'q. Usta aka, bunimizni bitirish qanchadan bo'ladi 1 kvadrati? Buni 1 kvadratni 300 ming so'mdan tayyorlab berdik aka. 300 ming so'mdan. Nechiga nechi va qancha bo'ldi o'p summasi? O'p summasi bu 170 kvadrat, bu summasi 51 million chiqdi, 50 millionga qo'yib berdik. Qilib berildi, ha. Keyin bonusga? Bonusga mana shu bitta eshikchani nima qilib qo'yib berdik, ko'rsatishingiz mumkin. Mana shu darvozachani bonus qilib akalarimiz tekinga yasashib berishdi. Qadrdonlar, bu ham o'sha arzonidan emas, bu o'sha o'rtalaydan hisoblanadi. 1 kvadratiga zakaz beradigan bo'lsangiz 750 ming so'mdan tayyorlab berishadi. Razmeri 2 ga 2 o'rn ekan. Agarda siz ham masalan navesingiz 150 kvadratdan oshiq bo'ladigan bo'lsa, xohlasangiz shunaqangi kichkina ot eshiklarni yasab berishadi. Xohlasangiz skameyka yasab berishadi. Usta aka, kelishilaveradi xudo xolasa. Kelishtirib qilib beraveramiz. Ha. Usta aka, endi masalan kimdir uzumga qiziqadi-da, uzumlar va oshirib tursa mazza qilib yuboradi deydigansiz. O'sha uzum taqib bersangiz. Uzum taq bo'ladigan bo'lsa 160 mingdan 190 minggadir. Misol 190 minglik varianti xuddi mana shu holatda bo'ladi, hamma narsasi usti ochiq bo'ladi. 160 minglik varianti, 170 minglik varianti trubadan bo'ladi, profil bo'lmaydi. Bu ko'rib turgan mana shu reykalar tashar 50 sm tashagan reykalar o'rniga o'naklik armatura bo'ladi aka. 160 ming, 170 mingdan. O'shani varianti. Tushunarli. Ustaga endi hozir ko'rib turibmiz, juda ham rivojlanib ketyapti-da nima? Kimdir haliga zamonaviyroq Lexanmi, kompozit firma qildirmoqchi bo'lsa. Lexan kompozit shifr bo'lgan bo'lsa 450 mingdan 580 minggadir aka 1 kvadratini. Toshkentga qilib beryapmiz, dastavka ustanovkasini. Voha tomonlarga kelishamiz, voha tomonlarga 100 kvadratdan oshiq bo'lishi kerak. Ustanovkasi ichida bo'ladi, faqat yo'l kirasi qo'shilib qoladi. Yo'l kirasi ozgina qo'shilib qoladi, chunki masofa ancha uzoq. Qadrdonlar, masalan, Lexan yo kompozit firma ham garantiya beradi o'zi. Bor aka, garantiyasi bor. 15 yil, 20 yil garantiyasi bor, qadrdonlar. Xo'sh, usta aka, yana bundan tashqari nima ishlar qilamiz? Bundan tashqari endi darvozaxonaga kazirok desa, darvoza desa qilib beraveramiz aka. Qanaqa nima desa, kachela deydimi endi, nima desa yasab beraveramiz. Kimdir so'ri deb telefon qilishyapti aka. Kimdir metlolarga rishotka deyapti, perila deyapti. Perila, qilib beraveramiz aka. Qanaqa ish bo'lsa qilib beraveramiz. Yangi temirdan qanaqangi narsa kerak bo'lsa, chiroyli qilib ustakalarimiz yasab beraveramiz. Yasashib, chiroyli qilib bonuslar qilib beraveradigan xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha usta aka. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, qadrdonlar. Nurbek usta akamiz hamisha xizmatda 24 soat onlayn bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa.